Inshaalloh azizlar, bugungi amru ma'rufimiz ham mana shu ulug'lardan, mana shu buyuklardan, payg'ambarlik maqomidan keyingi berilgan eng katta maqom, olimlik maqomini yuqori darajaga ko'targanlardan. Bular kim ekan deganda hamma biladi. Nafaqat mana siz, butun dunyo biladi. Bu odam Imom al-Buxoriy. Imom al-Buxoriyni yurtiga kelganmiz deb shunday quvonishadiki, shunday faxrlanishadiki, Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin, uni til bilan izhor qilib bo'lmaydi. Imom al-Buxoriy rahimahulloh payg'ambarlardan keyin bu ummatning eng ulug'laridan. Sahobiylik maqomi yetib bo'lmas maqom. Allomalik maqomi esa payg'ambarlardan meros. Payg'ambarlardan ushbu merosni buyuk insonlar oldilar. Innamal anbiya warrathu hadzal ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Payg'ambarlardan qolgan meros ilm merosi. Kim mana shu merosdan bahramand bo'lgan bo'lsa, ulug' nasibadan bahramand bo'libdi deb hadis-i sharifda aytiladi. Imom al-Buxoriy Amirul Mu'minin fil hadis. U kishining laqablari hadis shunoslikda mu'minlar amiri, mu'minlar ulug'i. Imom Buxoriy bilmagan hadis emas dedilar. Imom al-Buxoriy ayatullohi yamshi fil ard, ruy zaminda yurgan ilohiy oyat va mo'jiza. Imom Buxoriyni asrdosh zamondoshlari aytadilar. Imom al-Buxoriy ruy zaminda yurgan rabboniy mo'jiza. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan keyin ham mo'jizalar zohir bo'ladi. Bittasi shu Buxoriy dedilar. Imom al-Buxoriy laqablari Imomud Dunya, dunyoning imomi, dunyoning eng peshqadam allomasi. Imom al-Buxoriy oldida hamma ilm yo'lida tan bergan zamondoshlari ham, ulardan keyin kelganlar ham. Abdulhay Laknaviy rahimahulloh aytadilar, 3 ta kitob borki, odam qo'li bilan yaratilgan, yozilgan. Undoq kitoblarni endi hech kim yoza olmaydi. Sahihul Buxoriy, Imom Buxoriyniki, Hidoya, Burhoniddin Marg'iloniyninki, Rumiyning Masnaviy ma'naviylari. Bu har uchalasini endi bashariyat bunaqa yozolmaydi dedilar. Imom Buxoriydek endi muhaddis dunyoga kelmaydi dedilar. Uni etagini ushlashligimiz, Imom Buxoriyni yaxshi tanimoqligimiz, Imom Buxoriy kim ekanligini bilib, u kishining hayot lavhalaridan ibrat olmoqimiz darkor. Imom Buxoriy Abu Abdulloh laqablari, uylanmaganlar. Ilm yo'lida jonlarini, hamma narsalarini fido qilganlar. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mughira ibn al-Bardizba al-Buxoriyul Ju'fi. Imom Buxoriyning otalari Ismoil, o'zlarining nomlari Muhammad, otalarining nomlari Ismoil. Ismoil Imom Buxoriyning otalari ham katta muhaddis, nihoyatda ishonchli roviy bo'lganlar. Abdulloh ibn Muborakdan hadis rivoyat qilganlar. Imom Buxoriy 2 yoshga yetar yetmas otalari vafot qiladilar. Vafot qilayotgan paytda farzandlarini Buxoriy Muhammadni va akasi Ahmadni onalarini zimmalariga omonat qilib qoldiradilar. Bir miqdor mol va pul qoldiradilar va aytadilar: Allohdan umidvoram, men qoldirgan bu merosga zarrachalik shubha mol yo'q, hammasi haloldan. Bobolari Ibrohim, u kishining bobolari Mughira, ya'ni katta 4-bobolari buyuk sahobiylar qo'lida islomga kelganlar, dinni qabul qilganlar. U kishining otalari esa katta 5-bobolari Bardizbaning ma'nosi dehqon degani. U kishi shirkda bo'lganlar. O'sha diyorning dinida bo'lganlar, islomda bo'lmaganlar. Buxoro ahlidan, Buxoroda tojik tilida gaplashadiganlardan. Imom al-Buxoriy rahimahulloh hozirgi tarixiy ma'lumotlarga qaraganda Buxoro shahrining Xo'ja Zayniddin guzarida tavallud topganlar. Xo'ja Zayniddin guzarida. Ba'zilar aytishadi, Imom Buxoriy Poykentda, Qorako'lda tavallud topganlar deb. Buning tarixiy asosi yo'q.
Qarako'ldan, Poykanddan ustozlari bo'lgan. Kim? Muhammad ibn Salom al-Poykandi. Ustozlarining uyiga qatnaganlar.